31 oktyabr kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'na a'zo 50 davlat Birleşken Devletler Teşkilatı Umumiy Kengashining 77 qitimliq yig'inida o'rtaq bayonot e'lon qilib, sobiq Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq oliy komissari Bacheletning bu yil 31 avgust e'lon qilgan Uyg'urlar haqidagi dokladini qo'llaydiganligini bildirgan. Bayonotda mundaq deyilgan: Biz Xitoy hukumatini xalqaro kishilik huquqni qo'g'dash mas'uliyatiga amal qilishga, shundaqla Birleşken Devletler Teşkilatı Kishilik huquq oliy komissariyati ishxonasining dokladidagi tavsiyalarni to'liq ijro qilishga chaqiramiz. Amerika, Angliya, Yaponiya, Fransiya, Avstraliya, Isroiliya, Turkiya, Guatemala va Somali qatorliq 50 davlat bayonotda mundaq dedi: Bundaq ig'ir va sistemalik kishilik huquq dafsandichiligini terrorlikqa qarshi turish asosida oqlashga bo'lmaydi. Xitoy Sharq Turkiston xalqini atalmış ayırıp közetish markazlariga so'lg'andan sirt qozoq chorvachilarning mollarini o'tchib bo'lmagan bir jilg'iga yig'ib olgan bo'lib, 31 oktyabr Sharq Turkistondan tarqalgan bir qancha senda oshkorlanishicha, Xitoy rejimining chorva mollarini yig'ib olish qilmishiga norozi bo'lgan bir qozoq kishi Xitoy xodimlari tomonidan qattiq urilgan. Atrofdagi kishilar sini orqali Xitoyning yo'lsizlik qilmishiga norozilik bildirib, Xitoy doiralarining kaltak bilan odam urganligini shikoyat qilgan. Ko'zatchilar Xitoy rejimining atalmış virus yuqumini nolga tushirish nomida Sharq Turkiston xalqini kollektiv ayrim qamash markazlariga qamab, osh qo'yib qiynash, maynatchilik va ochliqdan kasal bo'lganlarni davolamay tashlab qo'yish qatorliq har xil vositalar bilan qirg'in qilishni davomlashtirayotganligini bildirishmoqda. Xitoy Tashqi ishlar ministerligi Amerikaning Avstraliyaning shimolida yadro iqtidoriga ega B-52 bombardimonchi aeroplan o'rinlashtirish planiga norozilik bildirdi. Avstraliya taratqullarining xabar qilishicha, Amerika-Xitoy munosabatlari Xitoyning xalqaro tartibga xirs qilish sababidan jiddiylashib ketgan bir vaziyatda, Amerika o'zining B-52 tiplik strategik bombardimonchi aeroplanlarini Avstraliyaning shimoliga o'rinlashtirishga tayyorlik qilmoqda ekan. Gerçi aqli iqtidorli telefon bozori yer shari iqtisodining nacharlashish vaziyatiga asosan taqobil tura olgan bo'lsa-mu, ammo Yanfonning Xitoydagi haftalik sotilishining tez tuvallishi olmi shirkati uchun texmi cho'ng raqobatlarni ko'rsatib berishi mumkin ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyda iPhonening haftalik sotish miqdori 27% tuvallagan. Şunun bilan birga Xitoy virusga qarshi tadbirlar sababli olmi shirkatining Xitoydagi ishlab chiqarish miqdori 30% tuvallagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Ozarbayjon prezidenti Ilham Aliyev va Armeniya bosh ministri Nikol Pashinyan Sochida o'tkazilgan 3 taraflik uchrashuvdan keyin birlashma bayonot e'lon qildi. Ozarbayjon va Armeniya qurol ishlatishdan saqlanishga, egilik huquqini e'tirof qilish, zamin butunligi va chegaraning daxl tarzga uchirmasligini asos qilib, masalalarni hal qilishga qo'shildi. Gollandiya davlat temir yo'li shirkatda davomlashayotgan xodim kamchiligi bo'lish sababidan poyezd qatnashining azayganligini e'lon qildi. Shirkat tarafidan e'lon qilingan yozma bayonotda 11-oyning 7-kunidan boshlab poyezd mulozimatini planlashda o'zgarish bo'ladiganligi o'tirg'i qo'yildi.